Si Zinpin 1953-yil 15-iyun kuni Pekinda taniqli inqilobchi va siyosiy arbob Si Chunsyun oilasida tug'ilgan. 1985-yilda qadimiy Xiamen shahrida ish boshlagan. Bu yerda mamlakatdagi birinchi erkin iqtisodiy zonalardan biri Si Zinpin davrida ishga tushirilgan va faol rivojlana boshlagan. 2008-yil mart oyida Xitoy Xalq Respublikasi vitse-prezidenti, 2013-yil mart oyida esa raisi bo'ldi. 2023-yil 10-mart kuni Si Zinpin tarixda ilk bor 3-marta Xitoy prezidenti etib saylandi. Mamlakat rahbariyatining rotatsiya tartibini buzish uchun konstitutsiyani o'zgartirish kerak edi. Bu ish 2018-yildayoq amalga oshirilgan. Birinchi rafiqasi Xitoy Xalq Respublikasining Buyuk Britaniyadagi elchisi bo'lgan yuqori martabali diplomatning qizi Ke Linlin edi. Rafiqasi undan Londonga birga ketishni talab qilgan, ammo Si rad etgan va ular ajrashgan. Si ikkinchi marta 1987-yilda turmush qurdi. U xitoylik estrada yulduzi, Xitoy Xalq ozodlik armiyasining ashula va raqs ansambli solisti Pen Liyuanga uylandi. Si va Penning nikohida bir nafar farzand bor. 1992-yilda tug'ilgan qizi Si Mingze bor. U AQShdagi Garvard universitetida oliy ta'limni olgan. Omma e'tiboridan yiroq